Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi kunda Sho'rchi tumanida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2025-yil davomida 1589 ta oilaning 7280 ta a'zolarini kambag'allikdan chiqarish va kambag'allik darajasini 8.5% dan 4.5% ga tushirish reja qilingan. Bugungi holatiga tumanda jami 3932 ta oila kambag'allik reyestriga kiritilib, shundan 2434 ta oila reyestrdan chiqarilib, kambag'allik darajasi 3% ga tushirildi. Hozirda reyestrda mavjud bo'lgan 1594 ta oilalarning 304 tasi qizil toifa va 1290 tasi sariq toifani tashkil qilmoqda. Dastur ijrosi bo'yicha 720 ta kambag'al oilalarga jami 144 ta, shundan 3 nafari viloyat va 141 nafar tuman tashkil rahbarlari ularning o'rinbosarlari biriktirildi. Kambag'al oilalarga individual rejalar tuzilishi bo'yicha so'rovnoma natijalariga ko'ra 3099 ta oila kambag'allik reyestriga kiritildi va ushbu oilalarga individual rejalar tuzilib 24371 ta 6 turdagi xizmatlar biriktirildi. Xususan, barqaror bandlik va yuqori daromad yo'nalishida 3070 ta, mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishida 1119 ta, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish yo'nalishida 11637 ta, kafolatlangan tibbiy xizmatlar yo'nalishida 4594 ta, ta'lim va kasb hunariga o'rgatish yo'nalishida 3466 ta va uy-joy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha 485 ta xizmatlar ko'rsatilishi belgilab olingan. Kambag'allikni qisqartirish borasida oilalarga individual rejalar asosida 3100 ta oilaga yoki 15.6 ming aholiga kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan. Kambag'allikni qisqartirish borasida 3099 ta oilaga tuzilgan individual rejalar bo'yicha ularni kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 29405 ta xizmatlar ko'rsatildi. Jumladan, barqaror bandlik yo'nalishida 2875 ta oilaga 5385 ta xizmatlar ko'rsatildi. Bunda oila a'zolarining 2468 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 339 nafariga imtiyozli kreditlar ajratildi. 441 nafar fuqaroga sud va subsidiyalar ajratildi. 1937 nafari tadbirkorlikka jalb qilindi va 200 nafar kasb hunariga o'qitildi. Ta'lim va kasb hunariga o'qitish yo'nalishida maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi ta'lim muassasalari tahsil oluvchi 5004 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari aniqlanib, hozirda ularning 3267 nafari umumta'lim maktablarida 1737 nafari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tahsil olib kelmoqda. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning 3267 nafar farzandlari umumta'lim maktablarida maktab direktorining buyrug'i bilan turli fan, sport va turli xorijiy til to'gaklariga biriktirilgan. Tibbiy xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida individual rejaga asosan 15178 nafar ijtimoiy reyestrdagi fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, shundan 6400 nafariga davolanishiga yordamlashildi. Bulardan 4.3 ming nafariga bepul dori-darmonlar berildi. 3 nafar respublika tibbiyot muassasalariga davolanish uchun order berildi. 7 nafarida murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida 4090 nafar fuqarolarga 8884 marta 48 turdagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. Shundan 674 nafarga psixologik va yuridik xizmatlar ko'rsatildi. 52 nafariga nogironlikni belgilash bo'yicha xizmatlar ko'rsatildi. 138 nafarga texnik vositalar tarqatildi. 15 nafariga vasiylik belgilandi. 54 nafariga saxovat va ko'mak jamg'armasidan mablag'lar ajratildi. 760 nafariga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlandi. 1063 nafariga tabiiy gaz va elektr energiyasi xarajatlari bo'yicha kompensatsiya to'lab qo'yish bo'yicha arizalar qabul qilindi. Bundan tashqari, kambag'al oilalarga biriktirilgan 105 ta rahbar va ularning o'rinbosarlari tomonidan 404 ta kambag'al oila a'zolari ko'mak yordamlar va xizmatlar ko'rsatildi. Yo'nalishlar kesimida tahlil qilinganda 423 ta oilaga 787 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 314 ta oilalarga 700 million so'mlik nooziq-ovqat mahsulotlari, 41 ta oilaga 75 bosh chorva mollari, 140 ta oilalarga 1.2 ming bosh parranda, 145 ta oilalarga 72.5 million so'mlik har xil turdagi issiq kiyim-kechaklar, 142 ta oilalarga uy-joyni ta'minlashga ko'maklashildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, e'tiborlaringiz uchun rahmat.